Bu plantatsiya-ku bu. Aqlanganligini bilasizmi? Ha, bilar. Bilmasdim ham endi. Qoradori 2026 keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar doirasida ichki ishlar idoralari xodimlari tomonidan giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlarni aniqlash va oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil davom ettirilmoqda. Aqlangan narsa yo'qmi? Bo'lsa ham aqlama Xususan joriy yilning 23-may kuni Chust tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olingan tezkor ma'lumotlar asosida o'tkazilgan tadbir davomida Chust tumani Qayirma mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaroning yashash xonadoni va hovlisi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. O'rganishlar davomida xonadon ekin maydonida 510 tutib, ko'knori tarkibida giyohvand moddasi mavjud bo'lgan o'simliklarni yetishtirib, parvarishlab kelayotganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Chust tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, giyohvand moddalari bilan bog'liq har qanday noqonuniy harakatlar jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Har qanday shubhali holatlar haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, darhol huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berishingiz so'raladi. Unutmang, qonun ustuvorligi jamiyat xavfsizligining muhim kafolatidir.